Men 4 soatdan beri qimirlamay o'tiribman. U ortimda turganini bilaman. Uning xirillashi shundoqqina eshitilib turibdi va yana shuni bilamanki, ortimga o'girilishim bilan aniq o'laman. Men kompyuterni o'chirib uning aksini ekranda ko'rdim. U juda ham jirkanch va dahshatli edi va yana unda hech qanday teri yo'q edi. Uning yuz tuzilishi insonnikiga o'xshar edi, ammo boshqa hech narsasi. U hech narsa qilmasdan menga termular, meni kuzatib turar edi va ba'zida qo'lini yelkamga cho'zar edi. U men bilan o'ynayotgan edi. U insonni qanchalar chidamli ekanligini bilmoqchidek go'yo. Men bularni o'ylab topmadim. Men bugun internetda o'tirar ekanman, nimagadir ko'zim tushdi. U yerda esa faqat ishonma, yo'qsa u keladi deb yozilgan edi. Men unga qiziqib o'qishni boshladim va bir narsani ko'rdim. U yerda bir hikoya meni dahshatga soldi va men bu narsalarni tasavvur qildim. Shu zahoti u ortimda paydo bo'ldi. Men qanchalar harakat qilmay uning tovushini eshitib turar edim. Yolvoraman, ortingga o'girib, men sening ko'zlaringga boqmoqchiman. Mening qo'llarim qaltirar va klaviaturaga bir amallab teginar edim. Tanamdan tinmay sovuq ter chiqar edi. Kompyuter esa mening yagona bog'lanuvchi moslamam. Men hatto ovoz chiqargani qo'rqar edim. Men kvartirada yolg'izman va yordamga chaqirgani hech kim yo'q. U ortimda turibdi. Faqatgina unga boshqa kimdir ishonsagina u g'oyib bo'ladi. Yordam bering. Men o'lishni xohlamayman. Ortingizga o'giriling. Iltimos.